Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. G'arbda Ryutteni Rossiya haqidagi navbatdagi chiqishini masxara qilishdi. NATO bosh kotibi Mark Ryutte Yevropa aholisi orasida mavjud bo'lmagan Rossiya tahdidi bilan ataylab qo'rqitmoqda, deb yozadi Anhert nashri. Payshanba kuni Ryutte Germaniya kansleri Friedrich Merz bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Yevropa davlatlarini ruslarga qarshi jang qilishga tayyor bo'lish uchun mudofaa xarajatlarini oshirishga chaqirdi. U shuningdek, alyans Rossiyaning keyingi nishoni ekanini da'vo qilib, NATO a'zolarini harbiy tafakkurga o'tishga undadi. O'z navbatida, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva NATO va Yevropa ittifoqi davlatlariga qarshi hech qanday tajovuzkor rejalar tuzmayotganini va bunday kafolatlarni yozma ravishda mustahkamlashga tayyor ekanini bildirdi. Nahotki u bunga chin dildan ishonsa, biroq Ryutte behuda qo'rqitmoqda. Yevropadagi iqtisodiy turg'unlik va keskin byudjet bosimi sharoitida saylovchilarni armiyaga ko'proq mablag' sarflashning yagona yo'li ularni rus ayig'i kelmoqda deb ishontirish degan xulosaga kelish mumkin, deyiladi maqolada. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump Politico nashriga bergan intervyusida NATO davlatlarining harbiy xarajatlari va Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishni moliyalashtirishi fonida Yevropa yimirilayotganini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, ommaviy migratsiya masalalarida Yevropa yetakchilari siyosiy jihatdan to'g'ri bo'lishni istashadi, ammo amalda bu ularni zaiflashtiradi. Trumpning fikricha, Yevropa o'zgarib bormoqda va agar bu o'zgarishlar shu tarzda davom etsa, ko'plab Yevropa mamlakatlari yashovchanligini yo'qotishi mumkin. Vladimir Putin bir necha bor Rossiya NATO mamlakatlariga hujum qilmoqchi emasligini batafsil tushuntirgan va buning hech qanday ma'nosi yo'qligini ta'kidlagan. Rossiya yetakchisining aytishicha, G'arb siyosatchilari muntazam ravishda o'z aholisini xayoliy rossiyalik tahdidi bilan qo'rqitib, ichki muammolardan e'tiborni chalg'itadi. Biroq aqlli odamlar buni soxta ekanini juda yaxshi tushunadi. Trump mavzusini davom ettiramiz. Amerikalik iqtisodchi Trumpdan Ukrainaga qurol sotishni to'xtatishni kutmoqda. Mashhur amerikalik iqtisodchi Kolumbiya universiteti professori Jeffrey Sachs RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida AQSh prezidenti Donald Trumpdan Ukrainaga qurol sotishni to'xtatishni kutayotganini aytdi. Uning fikricha, aynan shu qurol-yarog' Kiyevga harbiy harakatlarni davom ettirish imkonini bermoqda. Men juda umid qilamanki, prezident Trump shunchaki AQSh Ukrainaga urushni cho'zish uchun qurol tizimlarini sotmasligini e'lon qiladi, dedi u agentlikka. Shuningdek, Sachs hozir tinchlik uchun vaqt kelganiga ishonch bildirdi. AQSh bu yil Yevroittifoqdan oltin xaridini deyarli 2 barobarga oshirdi. AQSh bir yil ichida Yevroittifoqdan 24,5 milliard dollarlik oltin sotib oldi. AQSh statistika xizmati ma'lumotlariga tayanib aniqlashicha, joriy yilda AQShning Yevroittifoqdan oltin importi deyarli 2 barobarga oshgan. Eng yirik yetkazib beruvchilar Belgiya, Italiya va Germaniya bo'ldi. Xususan, yilning dastlabki 3 choragida AQSh Yevroittifoqdan 223,6 million dollarlik oltin import qilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,7 barobar ko'p. Sentyabr oyida yetkazib berish hajmi 8 barobar oshib, 44,2 million dollarni tashkil etdi. Biroq yillik hisobda oltin importi 5% ga kamaygan. Yevroittifoq doirasidagi eng yirik oltin yetkazib beruvchilar: Belgiya 115 million dollar, Italiya 50,1 million dollar, Germaniya 40,3 million dollar, Fransiya 15,2 million dollar, Polsha 1 million dollar. Umuman olganda joriy yilda AQSh 24,5 milliard dollarlik oltin sotib olgan. Eng ko'p oltin quyma va tangalar quyidagi davlatlardan keltirilgan: Shveysariya 7,3 milliard dollar, Kanada 5,6 milliard dollar, Avstraliya 2,8 milliard dollar, Meksika 2,1 milliard dollar, Janubiy Afrika Respublikasi JAR 1,7 milliard dollar. Yevroittifoq esa oltin yetkazib beruvchilar orasida 2-o'nlikdan joy oldi. Siyosiy va sport yangiliklarini biz bilan kuzating.